Bu tashvish tugmasi. Bu kabi qurilmalar nima uchun va qayerlarga o'rnatilganini biz sizga ma'lum qilamiz. Hozir tashvish tugmasini bosdik. 2 daqiqada yetib kelishdi. Soat 15:04. Sizlarni sinab ko'rish uchun biz chaqirdik, tugmani sinab ko'rdik, bosdik va 2 daqiqada yetib keldingiz. Bu juda ham zo'r natija deb o'ylayman. Shahriyorga keling, ushbu tugma haqida va xodimlarning yetib kelish vaqti, tizim haqida ma'lumot bersangiz bizga. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Hozirgi tashvish tugmasi va xodimlarimizning harakati haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, tashvish tugmasi o'zi nima? Tashvish tugmasining vazifasi va qanday funksiyalarni bajaradi? Tashvish tugmasi o'sha shaharda yoki bo'lmasam aholi gavjum joylarda, xonadonlarda, obyektlarda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash uchun vazifasini bajaradi. Bunda asosan aholi gavjum joylarda o'rnatiladi. Aholi gavjum joylarda mana shunday qandaydir ko'ngilsiz hodisa yoki janjal holatlari yuz berganda bosiladi va tezkor harakatlanuvchi guruhga signal yo'naltiriladi. Signal yo'naltirish natijasida xodimlarimiz signalni qabul qilgandan keyin belgilangan vaqtda voqea joyiga yetib kelishadi. Bu kabi tashvish tugmalari hozirgi kunda viloyatimiz hududida 127 ta o'rnatilgan. Aynan mana shunaqa tashvish tugmalari Samarqand shahri hududida esa 40 tani tashkil etadi. Bular asosan mana shunaqa aholi gavjum joylarida va ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklarida o'rnatiladi. Bundan tashqari hozirgi kunda Samarqand viloyat hududida 8863 ta obyekt, 5116 ta xonadonimiz ishonchli qo'rig'i ta'minlanib kelinmoqda. Ko'rib turganingizdek, Samarqand nafaqat go'zal shahar, balki endi yanada xavfsiz shaharga aylanmoqda.